Eldindan 10 million so'm pul bilan tayyor holatdagi Malibu izlagi yurtdoshlarimiz Ruslan avtosavdodan 2018-yilda ishlab chiqarilgan tayyor holatdagi Malibu mashinamizni odlanasi oformlashni qilib beraman do'stlar. 10 million so'm pul bilan pasportni olib kelasizlar, ish haqqi kafil so'ralmaydi. 10 millionning ichida hamma rasotlarni qilib o'zim odlanasi oformlashni qilib beraman. Faqat ikkilamchi kredit asosida. Mashinamizni elde qismlari ham akkuratli holatda. Mashinamiz pokoleniya metan gazda ustavka qilingan, 4 dona bo'sh balonlar ham qilingan. Xullas mashinani olish kerak, haydash kerak. Eldindan 10 million so'm pul bilan Malibu izlagi yurtdoshlarimiz imkon darajasida tarqatib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz do'stlar. Mashinani ko'rib baho beraverasizlar o'zlaringiz. Salon qismi akkuratli holatda, koja polni, zavodskoy koja bilan qoplangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Panorama lyuklar zavodskoy. Xullas hamma narsasi zavodskoy turibdi. Mashina akkuratli haydalgan. 7 da poliklar qo'yilgan, obshivkalari polni koja bilan qoplangan. Shuningdek, arzon narxda Malibu 2 eldindan kam summada mashina izlagi yurtdoshlarimiz bo'lsa, Ruslan avtosavdo Instagram profilini podpiska, like bosishlaringizdan so'rab qolamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar.